Assalomu alaykum barchaga yurtdoshlar, tomoshabinlari. Xudo xolasa aytib o'tganimizdek, Kaliforniya qizilong'urchi o'lchaniga olgan dastavkalarimizni yetkazib berdik. Bu biznesni ko'pchilik ayollar ham qilsa bo'ladimi deydi. Bu oilaviy biznes. Bu biznes 7 yoshdan boshlab 70 yoshgacha bo'lgan har qanday inson qilsa bo'ladi. Mehnati og'ir emas, unaqa. Masalan, cho'lchanglar bir marta joy tayyorlanadi, cho'lchang tashlanadi. Shu bilan faqat suv berib turilsa bo'ldi. 2 oy, 3 oy davomida cho'lchanglar ko'payadi. 4-5 oyga borib zishlik zo'r bo'ladi, keyin sotuvga chiqsa bo'ladi, xudo xolasa cho'lchanglarni. Begonislarni qancha ko'proq vaqt tursa, o'shancha dehqon aka-ukalarimizga sifatli darajada bo'lib yetib boradi. Hozir mana oyimizdan ham bitta o'zini gaplar bor ekan, bitta eshitamiz. Xudo xolasa 2 yil oldin aytib o'tganimdek cho'lchang olib kelib bergandim. Mana shu parnik joyiga, o'sha o'zim yuz kanalimda turibdi hali ham. Shu parnik joyiga olib kelib joylashtirib bergandim. Oyimiz chetda edi, xudo xolasa. Hozir qaragan, endi 2 yil davomida uncha yaxshi xarob bo'lmagan. Suv sepilishlari, suv yopishlar, unaqa narsalar qilinmagan. Xudo xolasa uncha yaxshi bo'lmabdi hozir. Qaytadan mana kelib, mana shu parniklarni ishga tushiraman deb cho'lchanglarni olib, xudo xolasa begonislar o'zim tayyorlab, xudo xolasa yetkazib beraman o'zimni shu ishimga, parnigimga deb. Xudo xolasa yana mana cho'lchanglarni olib boshlayapti. Hozir xudo xolasa bitta oyimizdan ham so'raymiz. Begonislarni keyinchalik nima qilishlar haqida bitta aytib o'tadi. Xudo xolasa mana Begonisga qiziquvchilar, men ham qiziqib Rossiyada yursam ham bolalarimga olib berganman. Bular ustim-ustim qalin qilib tashlayvergan. Unday qilmaslik kerak ekan. Suvni ham bizda suv problema. Kamroq suv bergan shekilli. Bor 5-6 ta qolgan, unday ko'p emas. Mana boshqatdan olib keldirib, Jaloliddindan telefonda gaplashib turganman, lekin bolalar aloqani bilmaganmi, suv yo'qligidanmi? Sizlar biz qilgan xatoni sizlar qilmanglar. 25-30 sm bo'lsa, uni ustiga qalin tashlamaslik kerak ekan. Biz ja qalin qo'yib yuborganmiz, 70-80 sm qilyapti. 70-80 sm-gacha mana oyning gapini bo'lib qo'ydim. 70-80 sm-gacha qalinlikda ko'taravergan, yangi o'yin beravergan. Bu yozgi kuni go'ng qizib ketavergan cho'lchanglarni, masalan, sharoit yaxshi bo'lmagan, ko'payishiga, yeyishiga, suvlarni vaqtida bermagan, qurib qolgan bo'lsa ham mana ko'rishingiz mumkin, qurib qolib, yana qaytadan hozir namlagan, shunda ham cho'lchanglar xudo xolasa chiqyapti ichidan. Yaxshi darajada chiqyapti, lekin manaqa biz olib kelganchalik cho'lchang yo'q u joyda. Mana. Xuddi mana shunaqa darajada cho'lchang yo'q. O'shaning uchun ko'proq berish kerak ekanda suvni. Bu cho'lchang qancha namlik yaxshi bo'lsa, xudo xolasa o'shanga namlik yaxshi bo'lgan hisobiga ko'payishi, tuxumlashi hamma tomonlama xudo xolasa yaxshi rivojlanadi. Cho'lchangga o'sha suv berib turish обязательно kerak. Yozgi kunlari yaxshi qara olmagan. Mana xudo xolasa oy bu parnikda ishga tushiraman deyapsiz, xudo xolasa. Ishga tushirish uchun u yerdan olyapmiz-da, shu limon, banan, mango ekaman deb Rossiyadan fevralda oxirida keldim. Begonis hamma narsaga kerak. Limon ekkanlar, banan ekkanlar qimmat, qaniydi ko'proq solsak tagiga hosili mo'l bo'ladi deganiga qiziqib olganman. Mana endi boshqatdan o'zim keldim, o'zim qarab, hobbim menim mana. Hamma narsa qilgim kelaveradi. Tadbirkorni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa. Jaloliddinni ham shuning uchun hurmat qilaman. Yosh bo'lsa ham mana el ichida yuribdi. Xalqqa yordam beray. Uyda turib ham pensiyadan xudo xolasa 15 yildan beri. Pensiyadagi odamlar ham oilasiga, nevaralariga, bolalarga foydam tegsin deb menga o'xshagan harakat qilsa bo'ladi. Xudo xolasa. Ishoninglar, olinglar bu bolalardan. Xudo xolasa mana olib kelib berdik, chiroyli darajada qilib, bonuslari bilan. Xudo xolasa endi bundan buyog'i ham aytib o'tgandek limon, har xil turdagi ko'chatlarni ekmoqchi oyim o'zi begonis tayyorlab, begonis hozirgi vaqtda shu bozorlarda so'rasa narxini sal qimmat aytayotgan ekan. O'zi begonisga talab xudo xolasa yildan yilga, kundan kunga ortyapti. O'sha hisobiga o'zim tayyorlab, beminnat o'zim ishlataman, qancha begonis kerak bo'lsa deyapti. Olim katta, agarot katta, yana ham qo'shyapman teplashlarni kengaytirib. Xudo xolasa. Xo'p, akalar, bizni kuzatishda davom etamiz. Kimga qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa Kaliforniya qizilong'urchi o'lchaniga yoki begonislardan yetkazib beramiz.